Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz yana Yaponiyadagi talabalarmiz. Bundan taxminan 1 oy avval O'zbekistondagi narx-navolarga, bo'layotgan siyosatlarga o'zimizni dunyo qarashimizdan kelib chiqqan holatda fikrimizni bildirgandik. Vaqt o'tgan sari bildirgan fikrimiz xatoligini tushunib yetdik. Tushunib yetgan holatda biz barchadan va ota-onamizdan uzr so'raymiz. O'sha paytda har xil noto'g'ri yangiliklarni, noto'g'ri xabarlarni o'qib, stress holatda qizishib gapirib olibmiz. Qilgan xatoyimizni tushunib yetdik. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev va xalqimizdan va ota-onamizdan uzr so'raymiz. Tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi biz tangani bir tomoniga qarab xulosa chiqaryapmiz. Hozir yurtimizda bo'layotgan islohotlarni o'zimizda ham 2019-yil O'zbekistonga qaytgandan ko'rib xursand bo'lgan edik. Shunga stress holatda, yoshlik qilib bir qizishgan holatda gapirib qo'yibmiz. Bu xatolarimizni tushunib yetgan holatda barchadan uzr so'raymiz, ota-onamizdan ham uzr so'raymiz. Va kelajakda xalqimizga, davlatimizga xizmat qiladigan yaxshi insonlar bo'lishga harakat qilamiz. Barchaga rahmat.